mashxonador. Adabashdi. Boshlagan. Xush kelibsizlar. Rahmat. Endi so'ragan aybi yo'q. Ko'chada yurgan bitta qizinglar bor ekan. Shunga bizani bitta terpilar o'g'limiz bor. Agar nima ish qiladi deb qiziqayotgan bo'lsangiz o'g'limiz quloq. Polniy mashi. Ko'chada mashinalar nima narishayni qilsa olib, polniy 11 mingdan qoqyapti. Sizlarning ham qizingiz spa salonida ishlar ekan-a? Ha, o'zini spa saloni bor. Yakras ko'r-ko'rni qorong'ida topadiganlar shu bo'lsa kerak. O'xshatmasdan uchratmas. O'xshatmasdan uchratmas. Endi baribir qizinglar o'tmayotgan ekan, bizani ham o'g'limizga tegadigan hech kim yo'q. Bunaqa quloqvalaga hech kim tegmaydi deydi. Keyin esa bu oilaviy biznesga aylanib ketishi mumkin. Balkim kelin bola ham mash biznesga qiziqib qolar degan umidda. Allo, 45 ta mashina ostonovka zaprojeni turibdi. Aytib beramiz, ish vaqtimiz bo'lib qoldi. Unda bir o'ylab ko'rishinglar. Kechki payt telefon qilaman dedi. Agar bular ham отказ qilsa, polniy mashinasini qanglaturaman. May I have your attention?